Hörmətli televizor kögücülər, hazır görüp atqanыңlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu Mədəniyyət Taqıt şirketi və şundaqla Şinjan Əlbidar Mədəniyyət Media Çəkli şirketi yolu qoyğan notuq sözləş xarakterdəki programma ular şundaq deydi. Yani biz bu programımızda her saha, her kəsbdiki utuq qazanğan, nəticə yaratqan yaşlarımızı təklif qılıb ularınki təcrübələri, qimmat qaraşları və hayat kəşmişləri bilan ortaqlaşımız. Bu xil jarayonning ki bizning yoshlarimiz nisbatan ilhom va madad bo'lishini umid qilamiz. Amsa ko'pchilik birlikda bir VCR ko'rib boqayli. O hozirgi zamon yoshlarining o'zini tonish, o'zini taraqqiy qildirishdagi ulgisi. O Abdunum rayon bo'yicha yosh iglik tiklash cho'lpini, iglik tiklash yetakchisi, Şinjan o'ttir kichik korxonalar iglik tiklash namunachisi. O oldiga uchirgan har bir qiyinchilikni o'zining kimligi deb biladi. Şunlaşqa qiyinchiliklar uni tavlab, bugünküdek taraqqiyot va natijalarga erishtirdi. O Şinjan atlanma arpining lideri Qasimjon Abdurahim. Atlanma arpi Qurulğandan buyan demek bizninki şu til ögünüş sahamızda bulup mu medeniyet almashtırış sahasida nurgun rol oyundu deb o'ylayman. Hozirgacha nurgun o'quvchilar tarbiyalanglar deyman. Shunda hozirgacha bizniki endi to'liq bo'lmagan statistikaga asoslanganda 100 mingdan ortiqroq til o'rganuvchilarni tarbiyalab chiqdik. Demek til ögünüş bek muhim deyman. Hazır biz tilde aloqa qilib beryapmiz. Undaq bo'lgan ekan til o'rganish albatta intayin muhim. Chunki biz agar til bilmagan bo'lsak ishkaylan hozir chiroyimiz qarab, ko'zimizda aloqa qilib qolgan bo'ldik balki. Notug'ingizning temisi qiyinchilik mening kimligim degan temika. Shundami? Ha. Unda bo'lgan chaqda zodi qiyinchilik qanday qilgan chaqda kimlik aylandi. Bu belki nurgun kişiler oynuş zörür boğan tem buluş mümkün. Ondaqda muş tema hakkında bir notuk sözler bakamsınız? Çok rahmet. Bugün ben nimi doğrusu sözleymen degende aldı ölen bir mezmun doğru sözleyme, onun için yani bir mezmun doğru sözleyme. Hem de bu sözleydiğin iki mezmununda bir çoğun fark var. Birinci mezmunum nime degende mini kişiler qandaq toniydi. Yani mini degende fakat mellam emas, müşahede otagan her birimizni kişiler qandaq toniydi. Biz kişiler gözümüzni qandaq tonutimiz degan mezmunni sözlemekçi. Bu birinci mezmunum. Endi men özemdim başlay. Mini kişiler qandaq toniydi. Men qandaq özemni tonuttum. Endi mini kişiler İngiliz tili bilidi. Yani kep İngiliz tilini bilip memleketlik seviyedeki musabakada alayda neticeye erişken deb toniydi. Yani kişiler meni tahi yaşlarının iyilik tiklash ülgisi deb toniydi. Yani kişiler meni chechishib ketgan taz deb tonishimi mumkin. Çünkü men chechim bilan karim bo'lmay, kişiler qandaq tonisi mayli deb yurganda endi. Endi shuningga o'xshash bir qator kishilarning meni tonishi bor. Endi bununla men o'zim tirishchanlik ko'rsatdimmi deganda ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatgan bo'laman. Mushu kishilar meni toniyotgan va tonitayotgan men zodi menmi? Bu mening ikkinchi mazmunim. Mushu men zodi menmi? Yani nurg'un vaqtlarda men isimni bilsam deganim, yani bakrak meni tashviqot obyekti qilgan vaqtdan tortib hozirga qadar masalan mayli gazet jurnallar bo'lsin, mayli radio bo'lsin, mayli televizorlar bo'lsin, qandaq ziyorat qildi deganda Qasimjon muallim yoki Qasimjon Abdurahim yaxshimsiz. Siz bizning yoshlarning ulgisi, siz ingliz tilini o'rganib mamlakatlik musobaqasida manchinchi bo'libsiz. Undan keyin yosh oliy maktab o'quvchilariga vakil bo'lib, xalqaro ingliz tili nutq musobaqasida qatnashibsiz. Siz bu vaqtdagi ta'sirotlaringizni so'zlab baqsangiz. Deganki men qanday qilman? Men qaytib so'zlayman. Endi men ta'sirotimga kelsam, men haqiqatan terishib bo'lgangan. Men 1900 yili manchinchi oyning manchinchi kunidan tortib o'rganishni boshlab, kech kunduz uxlamay mundaq terishgan, undaq terishganda butkul terishchanliklarimni so'zlayman. Şunun bilen men to'g'risi maqol chiqdi.
gazetlarda, jurnallarda, radiolarda mening bu paranglarim qana qildi? Taqaydi. Kishilar meni toniydi. To'g'ri, haqiqatan terishgan ekan, haqiqatan bir yaxshi natijaga erishibdi. Naqos bu kishilar tonigandan keyin endi nemish qildi? Ya'ni sal yoshga cho'ngroqlar qana qildi? Balalarga ulgi qildi meni. Ha, ko'rdingmi, Qasimjonni sen bilan jiq farqlanmaydi ekan, qo'shna yaxshi ugunibdi. Sen shunda yaxshi ugansang bo'lmamdi balam, deydi. Lekin yoshlar, ya'ni ulgi qilayotgan ota-onalar haqiqiy hikoyani bilmaydi. Endi ba'zi yoshlarni ko'rib ulgi qilishi mumkin. Qasimjon haqiqatan terishib ekan, men terishsam bo'laman deb menga telefon qilganlar bo'lishi mumkin. Menga uchur qilgan bolalar bo'lishi mumkin. Men bilan ko'rishadiganlar bo'lishi mumkin. Ular nima deydi? Qasimjon muallim, siz mahbiyatingizni depasingiz. Siz qandaq o'rgangan? Men mush 6 oy ichida ingliz tilini bir o'rganib, bir taraf qilib o'taydigandim deb so'rashi mumkin. Unda bo'lsa, men o'zim kishilarga tonitayotgan, yilqi g'alaba qozongan kishi shumi deganda undaq emas. Bugun men endi mening o'zimning kimligimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Men asli qandaq odam, men ashunda g'alaba qozongan odammi? Undaq emas. Mening mag'lubiyatlarim bormi? Albatta bor. Qanchalik bor? Son-sanoqsiz. Ularning ichida cho'ng mag'lubiyatlarim bormi? Bor. Asli men o'zimni mag'lubiyat bilan tanitishim kerak edi. Kishilar mag'lubiyat bilan meni ko'rish kerak edi. Shu orqali o'zi yo'l qo'yayotgan mag'lubiyatlar, qiyinchiliklar, qiyin nuqtalarni mening qanday hal qilganligimni bilish orqali ondan g'albiga menish kerak edi. Lekin ko'pincha vaqtlarda men 10 necha yil, masalan 2004-yili CCTV lo'nqisi natija qozongandan ta hozir qadar 12 yil kishilarga yolg'on so'zlab keldim. Qanday yolg'on so'zladim? Men terishgan, men natija qozongan. Men shuni ko'rsatdim. Lekin men nimani ko'rsatmadim? Haqiqiy menni ko'rsatmadim. Haqiqiy men kim? Men 12 yoshdan 18 yoshgacha nurg'un o'smir bolalar normal, odatdagi o'smirlik vaqtini, xushal vaqtini o'zining tang tush saboqdoshlari bilan birga maktabda o'tkazgan bo'lsa, men o'zimdan bir assa yoki bir qanchasi cho'ng yoshdagi kishilar bilan savdo qaynimga cho'kib ketgan. Bu qanday qiyinchilik bo'ladi deb so'rashinglar mumkin. Unda bu qanday qiyinchilik? Men 12 yoshimda oilada ma'lum sabablar bilan, qiyinchilik bilan men savdo qaynimga cho'kib ketgan. Bu qiyinchilikni faqat men maktabdan ayrilib hal qilmasam bo'lmaydi. Men de 12 yoshimdan 18 yoshimgacha shu jamiyatda, shu savdo dunyosida yashash jarayonida qiyinchiliklarni beshimdan o'tkazdimmi? O'tkazdim. Siz 12 yoshingizda 100 yuan ziyon tortib yiqing 1992-yili. Siz uni his qilolmaysiz. Chunki 100 yuanning qanchalik cho'ng pul ekanligini his qilolmaysiz. 13 yoshingizda 1200 yuan ziyon tortib yiqing. 15 yoshingizda 10,000 yuan ziyon tortib yiqing. U ziyonga siz uxlay olamsiz? Men 6 oydan ortiq vaqt normal bir rohatlik uyquni surmagan 15 yoshimda. Uxlay olmagan men. Nimishqa? Chunki men 10,000 yuandan ortiq qizlarning chichini asraydigan mayni ilib Qashqarga olib sotaman deb, u mayni satırgan vaqtimda butkul u mayning ig'izi, ya'ni qandaq nozik bir materialda ishlanganligi uchun hammasi sunib ketgan. Ig'izi yo'q chachmini qaysi qiz oldi? Qaysini olsa qo'l ko'tarib yiqinglar. Ammaysizlar. Men 15 yoshimda 20 yildak 10,000 yuandan ortiq pulni ziyon tortib baqqan. Ham shu ziyonda uxlay olmay baqqan. Shu kunlarni beshimda o'tkazgan. Unda qo'sh shu chaqda nimani his qilgan, shu qiyinchilik bilan men nimani his qilgan? O'qimasam bo'lmaydi ekan. Men o'rganmasam bo'lmaydi ekan. Bilimlik olmasam chachmay satgan bilan ish tanatmaydi ekan deganni his qilgan. Tonib ketgan. Ham tonib ketsaklam ish bitamdi. Unda ish yo'q. Haqiqiy harakatga kelish kerak. Unda o'z tijorat qilmasligim kerakmi? Qilmasam bo'lmaydi. Bir tarafdan tijorat qilma, bir tarafdan til o'rganma. Men 94-yildan ta hozir qadar jami 22 yil vaqt til o'rganib kelyapman. Shu chaqda shuni his qilgandan tortib. Men til o'rganishni boshlab, ma'lum mezgil o'rgangandan keyin o'ttir maktab hayotimningki yo'qligini his qilib, o'ttir maktabga kirib o'qigan. Endi odat nurg'un o'ttir maktabda o'qigan saboqdoshlar 18-19 yoshida oliy maktabga kiribdi. Shunda qom shahar hozir oliy maktabga kirib qolgan saboqdoshlar, o'qigan saboqdoshlar shuni his qila olasizlar.
Lekin men 18-19 yosh vaqtimda oliy maktab kiramagan. Men 22 yoshga kirgichilikmi oliy maktab kiramagan. Nimish qamdi? Men gerçi o'rta maktab qaytib o'qigan bo'lsam-mu, har xil o'g'inish iqtidorimdagi, uning o'g'inish usulimdagi masalalar tufaylidan oliy maktabni 2 yil beribmi, 150 nomerlik matematika imtihonida birinchi qitim 15 nomer, ikkinchi qitim 5 nomer olgan. Qaysini ala alaysizlar? Cho'qim olamaysizlar. Yuzinglar tushib ketadi unda olsanglar. Unda qo'ysa bu hozirlik qishma, yo'q, hozir men deyalatima. Nimishqa deyalatima? Chunki shu vaqtda men azob chekkanmi, qiynalganmi, terishganmi, mag'lub bo'lganmi, hammasi bo'lgan. Azoblikmi? Albatta azoblik. Men yig'ilganmi? Yig'ilgan. Men oxir oliy maktabga o'tdim. Endi oliy maktabga o'tibla ishlar hal oldimi? Hal olmadi. Yani nişan bo'yicha terishib o'rganishga, terishib yashashga to'g'ri keldi. Mening asl nishonim chet elda o'qish. Oliy maktab kelgandan keyin iqtisodim chet elda o'qishga yor bermaydi. Bizning o'yda ota-onam 5 balni cho'ng qilgan. 5 balni oliy maktabda o'qitgan. Men dadamga degan shu chaqda, "Shuna chet elda o'qimoqchidim, azroq iqtisod chiqarib bera olamsa?" Dadam meni qil degan, "Sen o'zingga tayinishing kerak bolam. Men senga undaq chet elda o'qiydigan ko'p pulni chiqarib beramayman." Unda qo'z bu bir qiyinchilik men uchun. Bu qiyinchilikni qanday qilishim kerak? Atrofga qaradim. Qarasam hamma bolalar inglizcha o'rganimiz deydi. Men kimmi? Men inglizcha o'rgatadigan odammi? To'g'ri. Men u fursatni bayqadim. Undaqda bayqasam ish bitamdi, bitmaydi. Yana bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarni bishimda o'tkazman. Oliy maktabda Shinjong universiteti bir tarafdan o'qib turib, bir tarafdan kurs ichish oson ish emas. Ya'ni kelib kurs olsangizlar o'quvchi kelishini atayin. Men iqtisod tejash uchun ilonlarni o'zim yezishim kerak. Bir-birlab. Etigenleri, keşleri uxlamasligim kerak. Ders o'tish uchun tayyorlik qilaman. Ta'tillar 12 soat ders o'taman har bir kunda. Aram olmayman. Tamoq vaqtimmi yo'q, damilishlarda tamoq yeyman, ichimlik ichima, so'zlayman. Oylinib ketay da'vatga vaqtlarimmi bo'lgan. Maqsad nima? Nishon nima? Chunki men bir nishon uchun terishib ketyapman. Men terishim kerak, qiyinchilikni yengishim kerak. Nurg'un mag'lubiyatlar bo'ladi. Albatta men oliy maktabda bir tarafdan kurs ichib, shundaq jafoliq kunlarni beshimda o'tkazish bilan birga bir tarafdan o'rganish uchun, ikkilisini bir qo'lda elish uchun mag'lub bo'ladigan tarafi bo'ladi. Men oliy maktabda eng ko'p mening saboqdoshlarim uchun, men bildigan saboqdoshlarim uchun eng ko'p qayta imtihon bergan. Berib baqqan. Oliy maktabni yaxshi bitiramagan. Buni e'tirof qilmasam bo'lmaydi. Hammadan odat normal oliy maktab o'quvchilari diplom va unvon olib bitsa, men aran diplom olib bitgan. Bu reallik. Buni kim deya oladi? Yuz chiqib ketish kerak kishilarning deyish uchun. Chunki uni yoshirish kerak-da. Siz faqat g'albingizni ko'rsatasiz, mag'lubiyatingizni hargiz ko'rsatishga bo'lmaydi. Shuna qilish orqali siz boshqalarga nimani bersiz? Boshqalarni xato yo'lga yetaklaysiz. Başkalarının to'g'ri yo'lga başlay olamsiz, hergiz başlay olmaysiz. Chunki boshqalarning hayoti qanda, boshqalarning hayoti qiyinchilik ichida, boshqalarning hayoti azob ichida, boshqalarning hayoti mag'lubiyat ichida tursa, siz qanday ko'rsatyapsiz o'zingizni? Siz o'zingizni rohat ichida ko'rsatyapsiz. Siz o'zingizni bir xil shunda yaxshi yashayotgan qilib ko'rsatyapsiz. Siz o'zingizni intayin g'alaba qozongan qilib ko'rsatyapsiz. Reallik tundaqmi? Reallik tundaq emas. Endi nurg'u vaqtlarda men oliy maktabni qanday bitganimni hozir dedim. Men nurg'u vaqtlarda oliy maktabni 2006-yil bitirib bugunga qadar 10 yil mobaynida Atlan ma'rifini qurib, mushu sahnaga chiqadigan bir salohiyatni hozirlagan bugungi kunda mushu 10 yil ichida sizlarningcha men g'alaba qozondimmi? Yo'q. Men g'alaba qozondimmi? Hergiz undaq emas. Men zari g'alaba qozondimmi? Yo'q. Mening g'albam nima? Mening g'albam nurg'un mag'lubiyatlarimda. Nurg'un mag'lubiyatlarimni qayta tavlash orqali cho'ngroq mag'lubiyatlarga yo'l ochganimda. Men yana mag'lubiyat qarab ketyapman. Men g'albiga qarab mangmidim. Hech qachon mangmayman. Chunki g'alba mening do'stim emas. Chunki g'alba degan narsa boshqalar maqtaydigan narsa. G'alba degan narsa men o'zimni bir rohatlik rayonga akirib oladigan narsa. G'alba degan narsa meni uxultiradigan narsa. G'alba degan narsa eng oxiri meni eng cho'ng mag'lubiyatga boshlaydigan narsa.
10 yıl jarayonidagi atlarni qurib, igilik tiklash jarayonimi mag'lub bo'lish jarayoni. Buning nurg'un misollari bor. Men tunji qitim atlarni qurgan vaqtimda 270 ming yuan mablag' silib atlarni qurgan. Mag'lub bo'ldim. 270 ming yuan pulim intayin tez suratda ko'pikka aylanib ketdi. Qanday qilganda qiziqyapsizlar. Men maktabni ijara elib o'rinni yasashni qilib 120 ming yuan mablag' silib maktab o'rnini ijara elib yasab hammin tayyor qilgan vaqtimda bir tal qog'ozning kam bo'lganligi tufaylidan mag'lub bo'ldim. Ya'ni u binoninki o't o'chirish rasmiyati yo'q. Shuning bilan men maktab rasmiyati bitirish o'tkilidan o'tamadim. 270 ming yuan suvga tushib ketdi. Oqidan men yana qanday qildim? Men chunki oliy maktab bitirguchilik topgan 1 milliondek pulimni maktab ochaman degan. Yani 700 ming degandek pulim bor. Ikkinchi qitim endi 700 ming yuan pulni mablag' soldim. Ba'zilar tövbe bu qandaq chaqchaq? Chaqchaq emas. Chunki shu bir qog'oz bajoyini elishim kerak. Hozirgi yani Abdumrayliq Xinhua kitobxonasining 6-qavatidan 600 kvadrat metrdek o'rinni ijara elib, yasab, uskunlarini, hamma butkul muhitini hozir qilish uchun 700 ming yuandek mablag' soldim. Bo'ldi, rasmiyatni oldim. Endi qalbiga qarab manga, yana qalbi qildimmi? Yo'q. Atlarni zo'raytdim, cho'ngaytdim, bayatni degandek 100 mingdan ortiq savoqdoshlarni o'qitib, atlarni tillugunib, jamiyatga chiqdi dedik. Men yana qalbi qildimmi? Yo'q. Men uningdan keyin yana nurg'un qitim mag'lub bo'ldim. Oddiy bir misol, 2014-yili Atlan Xinhua kitobxonasining 3000 kvadrat metrdan ortiq yerini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Bu chaqda biz 4 milliondan ortiq, ya'ni bizigan maktabni tashlab chiqishga majbur bo'ldik. Taq bizigili 3-4 yil olgan. Tashlab chiqatdik. Bu mag'lubiyat. Bizga nurg'un iqtisodiy egillar bizni tura olamdi, turolmaydi chunki o'rin yo'q. Oxiri yana bir yangi hozir Atlan Ma'rif Sariye degan binoni yana nurg'un badallarni to'lab oldik. Yani 2 yildek vaqt o'tgandan keyin bu yil 4-oyda 2016-yili. Yani biz avatimiz. Sizlar ba'zi o'quvchilar kelgan bo'lsanglar, sirpiroqlarni cho'qim insonlar keltira olasizlar. Men dedim, men g'alba qilmayman, men mag'lub bo'laman dedim. Hamma shu o'tag'an nurg'un yoshlar bu Qosimjon Ma'lum ajab bizni bu mag'lubiyatga boshlab ketyapti. Biz asli nima ish qilmoqchi? Biz g'alba qozondik Alloh tursak deb shunaqa o'ylaydi. Ham ko'pincha vaqtlarda biz bir qancha amaliy misollarni ilish bilan tushunib baqsaq bo'ldi. G'albining qandaligini. G'alba biz ma'lum bir nishonni tiklab olgandan keyin biz yetgan o'rin biz g'alba qilgan joy bo'ladi. Lekin shu joy bizga rohat tuyg'usi keldi, bizga xushallik keldi, bizga boshqalarning maqtishini elib keldi, boshqalar e'tirof qilishni bizga olib keldi. Lekin biz shu joyda turib qolsak qanday ish yuz berdi? Biz u joyda turib qolsak biz mag'lubiyatga eng cho'ng yo'l ochgan bo'lamiz. Oddiy bir misol. Ba'zilar bo'ldi, samirib ketdi. Men o'riqlayman dedi. Ularning nishoni bo'ldi, o'riqlash, ma'lum bir eg'irlik yetish. Shuning bilan bu to'g'ri tirishsa u joyga yeta oladi. Endi shu joyga yetib bo'lgandan keyin, masalan, balkim 60 kiloga tushaman degan bo'lsa, bir qizchaq yoki 45 kiloga tushaman degan bo'lsa, tushdi. Lekin endi men tushib bo'ldim deb bir g'alba qilgan bir rayonga, ya'ni bir rohatlik rayon kelib bo'lgandan keyin to'xtab qolsa-chi. Buning bu g'albisi amaliyot mag'lubiyatga yo'l ochdi. Bu cho'qim samirdi. Cho'qim samirib ketish kerak. Cho'qim mag'lub bo'lish kerak. Hem ba'zilar mening oldim keldi, ma'lum men 4-darajali imtihondan o'tmoq istadim, yoki 6-darajali imtihondan, yoki IELTS imtihonidan, yoki TOEFL imtihonidan o'tmoq istadim. 6 oy ingliz tilini aytayman, 1 yil ingliz tilini aytayman. Men eng yoqtirmaydigan so'z shu. Unaqa siz o'tding to'g'ri 4dan, 6dan, IELTSdan, TOEFLdan. Lekin bu o'rganish jarayoni qanday jarayon? Eng yuqori chekka chiqish jarayoni. Shuning uchun siz har bir g'alba nishoningizni yetgan vaqtingizda yana ustiga chiqishingiz kerak. Lekin siz g'alba nishoningizga yetolmay qolgan chaqlar oldi. U chaqda qanday qilsiz? Yana terisiz. Amaliyat siz to'xtabli qolsangiz, ya'ni siz g'albaga erishib bo'ldim deb qaragan vaqtingizda keyiniga mangsiz. Ba'zilar bo'ldi, odatdagi o'zining asli bo'lgan bir bor bo'lgan nishonni unutib, turmushining halakchiligiga cho'kib, ma'lum bir rohatlik rayon kelib qoldi. Kelib qolgan vaqtda bu odam shu joyda rohat yashab qoladi, lekin ma'lum 5-10 yil o'tgandan keyin, 10-20 yil o'tgandan keyin pushaymon qildi. Undaq kishilarimiz jamiyatda bak ko'p ko'ramiz. O'z vaqtida qilmabdi ekanmiz deydi. Ular bizning oldimizga kelib, o'z vaqtida ajab o'rganmabdi ekanmiz, o'qimabdi ekanmiz. Lekin hozirmi shu o'z vaqtida? Undaq qilishning hojati yo'q. Siz hozirmi boshlasangiz bo'ladi.
siz o'zingizni mag'lub bo'ldim deb rohat rayon kirib olib quruq gap qilsangiz bo'lmaydi. Rohat rayondan chiqib ketishingiz kerak. Ya'ni g'albini tashlab o'tishingiz kerak. Urib chiqib o'tishingiz kerak. Faqat mag'lubiyatga qarab mangsanızlar, eng oxiridagi rohatlik yashash, xushal yashash hammasi sizning hamrohingiz bo'ldi. Men jiq so'zlab ketdim. Rahmat sizga. Qasımcanның notығында бай айтқандек, Qasımcanның notығының темесі интайын есілі. O болсымы қиынчылық менің кімлігім. Демек, қиынчылықның kimlik bo'lышы menimcha butkul jamiyatda, butkul jamiyat a'zolari o'rtaq o'ziga kimlik qilish intayin zarur bo'lgan bir belge deb o'ylayman. Chunki hammamizning oldida sonsiz qiyinchiliklar turdi. Bizning mavjudligimiz qiyinchilikning mavjudligidan iborat. O'tganda men Undidarda bir yozmani ko'rdim. Ya'ni u Chaudanning gapiga. O bo'lsa-mu g'alba men uchun aytgan chaqda yıqılgan vaqtimdan faqat bir qidim ortiq qo'p qollig'im mening g'albam degan. Shunga bu xil darajani cho'nqurlashtirishda hal qilg'ish rol o'ynagan bir nuqta, ya'ni balkim Qosimjonniki boyiqi bayoni. Meningcha har birimiz qiyinchilikni birdan bir kimlik qilishimiz kerak. Shunda bo'lganda ondan bizning tushunish darajamiz cho'nqurlaydi. Ondan bizning taqdirimizda o'zgarish bo'lishi mumkin. Tuvandan savol chiqibdi Qosimjon. Yaqında anlasam siz bir qahvaxona ichibsiz deydi. Bu sizniki rohat rayoniga kirganingizmi yo japoliq rayonga kirganingizmi debdi. Bayatınqı nutqimdan ta'sirlangan, ya'ni hayajonlangan bir saboqdosh so'rg'a o'xshaydi. Qahvaxona ochqinimiz ras haqiqat. Bu qahvaxona albatta rohat rayoni. Ya'ni qandaq rohat rayoni? G'arbda mundaq bir ideya bor. U bo'lsa-mu 3-chi joy yoki 3-chi rayon deydigan. Bu qanday atilib qolgan deganda uy 1-chi joy. Xizmat o'rni yoki o'qish o'rni 2-chi joy. Qahvaxona 3-chi joy. Bu 3-chi joyda biz nima ish qilamiz? Biz yenilik yaratamiz. Bu 3-chi joyda biz nima ish qilamiz? 3-chi joyda biz o'ylanamiz. Tefekkür yürgüzümüz, özara fikir almıştırımız. Şu arkalık davatkan bayatın biz sözlügen mağlubiyet, mening çıkış yolum degenge o'xshash ideyalarni qahvaxonada biz barpo qilamiz. Shuning uchun qahvaxonani ochdik. Assalomu alaykum Qosim aka. Bu yerda bir so'raydigan savolim, Hanzuchida mundaq bir gap bor. Shu 众人为国，圣人为英 deydi. Demakchi bo'lgan ma'nosi, shu odatki kishilar natijadan qo'rqaydi deydi. Shu donishmand kishilar sababidan. Undaqda siz mayli g'alaba qildim deb o'ylang yoki mag'lub bo'ldim deb o'ylang, siz shu natijadan qo'rqamsiz yoki shu sababidan qo'rqamsiz? Shunga javob bergan bo'lsa rahmat. Men ishkilisidan qo'rqmayman. Sababi bilan karim yo'q. Natija bilan texnik karim yo'q. Bir aldım qarab bilan mansam bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim, o'zingiz deb o'tganingizdek, siz oliy maktabda o'qish jarayonida bir tarafdan o'qib, bir tarafdan igiliklik qildingiz. Hozir masalan shu xususiy igilikdagi korxonalarningki ko'payishiga ergishib, o'ttir kichik tipdagi milliy korxonalarmi nihoyat ko'payib mangdi. Hamda shu jamiyatningki avangardlar bo'layotgan, oldida mengayotgan bir turkum yoshlar oliy maktab vaqtidan boshlab shu igilikliklar yo'li qarab mengayotmoqda hamda. Bularninki ba'zilari putuq qazanib chiqayotgan bo'lsa oxirida, yana ba'zilari hatto igilikni yaratolmay, maktabni bitirolmay, har qaysi taraflardan mag'lub bo'lib, butunlay tushkunlashib ketgan ahvollar bor. Ham siz masalan shu o'zingizningki tajribasiga bog'lab turib, shu studentlarniki, ya'ni oliy maktabda o'qiyotgan studentlarniki bir tarafdan igiliklar, bir tarafdan o'qishiga nisbatan qanday qaraysiz? Birinchi nuqtaga kelsak, endi oliy maktab o'qishları maktabda o'qib turib egilik tiklisi bulamdı bo'lmamdi deganda umumiylik nuqtadan, ya'ni kishilarga tarbiyaviy ahamiyat to'lash nuqtasidan qilib aytganda yoshlar nima ish qilayotgan bo'lsa, shu ishni yaxshi qilganga yetmaydi. Alohida qiyinchilik bo'lmasa, men nima deb egilik tiklab qoldim? Bayatim degandek qiyinchilikim bor. Shu qiyinchilikni yengish uchun oliy maktabda egilik tiklash yo'lini
bir tarafdan o'qib, bir tarafdan tanlagan. Men ziyon tortganmi? Albatta ziyon tortgan. Unimi bayatın so'zlab o'tdim. Oliy maktab bir tarafdan o'qish, bir tarafdan igilik tiklashda oxiri oliy maktabni g'albilik tamomlaganligimni qayd qilib o'tgandim. Shuning uchun meniki oliy maktab o'quvchilariga beradigan maslahatim eng yaxshisi bilim ilayotgan, ya'ni shundoq bir butkul yoshlik energiyangiz chop-chip turayotgan vaqtda bilim iling. Yani qaysi bilimni ilishni bilib, shu bilimni yaxshi iling, igilik tiklashga bak aldirab ketmang. Igilik tiklab qolsa, yani nimalarga diqqat qilish kerak deganda o'qishga bakrak diqqat qilish kerak. Yani o'qishni haqiqatan voyaga yetkazalsa, unga igilik tiklisim bo'ldi. Men bir terik misoli igilik tiklashninki oliy maktabda o'qib turib, lekin men mag'lub bo'lgan. Shuning uchun mening oliy maktab o'qishchilik deydiganim shu. Endi buni dedik, lekin yani biz deb qo'ygan bilan oxirdagi qarorni oliy maktab o'quvchilari o'zi chiqirdi. Masalan, ular nurg'un kitoblarni o'qiydi, filmlarni ko'rib, va Amerikadagi Microsoftni qurgan Bill Gatesmi oliy maktabni tashlab o'tibdi, Alma shirkatini qurgan Steve Jobsmi shunday qilibdi. Ular menga o'xshash o'qiy olmay qolganlar. Agar siz haqiqatan yaxshi o'qiy oladigan bo'lsangiz, cho'qim qana qiling, yaxshi o'qing demak. Endi uchinchisi, oliy maktab o'quvchilari o'qishni bitirib bo'lgandan keyin igilik tiklashga kelganda intayin ehtiyotchan bo'lishini tavsiya qilaman. Yani o'zimninki tajribamdan. Ehtiyotchan bo'lish deganlik hargiz o'shni qilma deganlik emas. Ehtiyotchan bo'lish deganlik yaxshi planlash, yaxshi o'ylanish, yaxshi nishonlash, yaxshi harakatga kelish. Hargizmi vaqtlik bir hissiyot, hayajonning keyni kiribla, "Vah, hozir bozorda nimani oldi ekan?" Biz, "100 qog'ozini qanaqa qilgan, bozorlikka unda qo'ysa shu to'g'risida bir igilik tiklab baqmandiq" deb yugurib ketmay, aldırmay. Sen nimini yaxshi ko'rsa, yoki sening hayotdagi nishoning nadan nagicha? Sen zaten igilik tiklaydigan bir materialmi emasmi? Zaten igilik tikliging bormi? Igilik tiklashning jafoligini bilamsa, sen mag'lubiyatga qarab mingayotganligingdan iborat bir reallikni to'nib yetdingmi? Bularning hammani İngilizce'de calculated risk deymiz. Yani oldin hisoblab oladigan tavakkulchilik. Yani shu tavakkulchilikni oldin butunlay hisoblab, intayin ehtiyotchanlik bilan harakat qilish kerak. Menimcha igilik tiklaydiganlarmi balki ehtiyotchan bo'ladi. Shuningga oliy maktab o'quvchilariga oliy maktabni bitirib olib igilik tiklayman desa, ehtiyotchan pozitsiyada bo'lishni, endi amal bo'lsa, o'zi yaxshi ko'radigan, o'zi shunda men mushundaq bir igilikni tiklasam bo'ldi deydigan bir igilikni tepib, shu igilikni ishlab beqishnimi men tavsiya qilaman. Rahmat. Sizdan so'raydigan savolim shu otlarni qurib, kichiklikdan cho'nglikka qarab taraqqiy qilib, shu 10 yillik masofani beshingizdan o'tkazdingiz. Endi men ishonamanki, shu 10 yil jarayonida cho'qim sizni tanqid qilganlar bo'ldi deb o'ylayman. Sizga xato pozitsiyada bo'lganlar, sizning ustingizdan yaxshi emas gaplarni tarqatganlar bo'ldi deb o'ylayman. Endi shu jarayonda siz shu bak esingizda qolgan tanqidlardan bo'lsa bir ikki misol aytib beramiz. Endi shu tanqidlarni anglagan chaqda siz zada qanday pozitsiyada bo'ldingiz? Berib shu odam bilan urushdingizmi yoki boshqacha bir xil hal qilish usul bo'ldimi? Shularni bek bilib boqqanman. Rahmat sizga. Tanqid degan qandaq narsa deganga to'g'ri keldi. Bu tanqid yaxshi narsa ekan. Kitoblarda shunday ta'birlaydi. Ham tanqid qandaq muomala qilish deganda, tanqidni biz qabul qilgandan keyin bizning qinimiz normaldagidan tezroq cho'giladi. Yurak bakrak so'qqandan keyin bizning tomirimizdagi qon tezroq qanaqa qildi? Aylandi. Qonning miqdorimi ko'payib ketadi. Bunda qo'ygan keyin bizning darhol miyamizga signal yo'llanib, bizning achchiqimiz kelishi mumkin. Endi lekin tanqidning o'ziga qaraymiz. Tanqid biz o'zimizga chin bo'lishimiz kerak-da. Tanqid chin tanqidmi? Yoki tanqid ko'p turilib chiqqan, boshqa yerdan o'zi hech paydo bo'lib qolgan tanqidmi? Yana birisi bu tanqid agar chin bo'lsa, to'g'ri, men qabul qilaman. Am bu tanqid ko'p turilib chiqqan bo'lsa, bu meningki jamiyatdagi yuzabroyimga ta'sir yetkazamdi, yetkazmamdi. Agar yetkazib qolsa men qanday qilaman? Am yetkazmasa, men balkim bu tanqidlarga beparvolik bilan qarashim mumkin. Am bayatın birinchi nuqtasi, ya'ni ashundaq tanqidlardan bir qanchani misol olsangiz degandan keyin men tanqidlarning ko'pinchisini unutib ketaman.
u qanday tanqidlar? Men bayatında aytgan beparvo nuqta bilan qaraydigan tanqidlar. Men astoydil qaraydigan tanqidlar, haqiqiy chin tanqidlar, ya'ni bu to'g'ri tanqidlar. Bundaq tanqidlarni men tanqid deb qaramayman, bularni men savoq deb qarayman. Shuning uchun mening tanqid tutgan pozitsiyaim bayatdan yuqori deb o'tgandek. Rahmat. Yaxshimisiz, Qasimjon? Biz hamimiz bilamiz, siz alqachon to'y qilib aylik bo'ldingiz. Hozir balangiz bor. Shuncha xizmat bilan oila o'tirisidagi munosabatni qanday betaraf qildingiz? Rahmat. Bayatdan Michaelning so'ragan savoliga hamda inglizcha ozroq bir gap bor. Work life balance deydi, ya'ni xizmat bilan turmushni tampонlashtirish deydigan bir danliq ashuna bir ibora bor hamda. Ya'ni bu qartilgani shu xizmat bilan oila turmushi qartildi. Endi hozir bayatdan deb o'tgandek, mening oilam bor, 1,5 yoshga kirgan bolam bor. Endi men xizmatimga vaqt chiqarishim kerak, lekin oilamga o'xshashlar vaqt chiqarishim, butkul ya'ni zehnimni oilamdagilarga berishim kerak. Bu zarur hamda. Unda bo'lgandan keyin buni tampонlashtirish unchalar qiyin emas. Mana shu aytgan. Agar shundoq bir sizda aniq ko'z qarash oldi bilan aniq bo'lib qolgan bo'lsa, siz oiladagilarga vaqt chiqarsiz, xizmatnimi yaxshi ilib borsiz deydigan bir ko'z qarash, nishon aniq tikilinib bo'lgan bo'lsa, siz shu jarayonda izlanib, siz shu jarayonni shuni amalga oshira olasiz. Men shunday qilib kelyapman. Shuningga endi ko'pincha vaqtlarda biz bir odamga deymiz, siz bak aldirash deb. Aşı gapning o'zila intayin yolg'on bir gap. Chunki bir odam bak aldirash olib ketolmaydi. Bir odam azroq aldirash bo'lib qilishi mumkin, lekin bak aldirash bo'lmaydi har qanday vaqtda. Mayli u dunyoga dangliq igilik tikilgan bir odam bo'lsin yoki normal bir yashayotgan odam bo'lsin. U shu odamning qo'lida vaqt. Vaqtni qanday o'rinlashtirish, vaqtni qanday boshqarish. Shuning uchun mening tutgan yo'lim ikkilisiga yaxshi vaqt chiqarish arabtida dam olishlarni yaxshi o'rinlashtirish, uyga borganda butunlay uyga cho'kish, xizmatga kelganda butunlay xizmatga cho'kishdan iborat shu prinsipni qo'llanib turib davom etyapman kunlarimda. Rahmat. Assalomu alaykum Qasimjon ma'lum. Va alaykum assalom. Siz shu bir necha yil jarayonida mayli 2014-yili musobaqa qatnashib Avstraliyaga chiqqan vaqtingiz bo'lsin va yoki boshqa xizmat, sayohat tufayli chet el shundoqla ishkirdagi taraqqiy qilgan shaharlarga borgan jarayoningizda biz bilamiz nurg'ulg'an ilg'or fikrlik yoshlar bilan shaxslar bilan uchrashsangiz fikr almashdingiz. Endi mening bilmoqchi bo'lganim siz mush jarayonda shu bizningki Abdulnorimizki yoshlar bilan yoshlarning yani fikr qilish usuli bilan ashlarning o'rtasida zada bir farq bormi, nimani his qildingiz? Shuni bir baylansangiz demoqchi. Men hozir qadar 20 dan ortiqroq davlatga chiqib baqdim. Ba'zi o'qishda bo'ldim, ba'zi xizmatda, ba'zi ziyoratda bo'ldim. Nurg'un degandek, nurg'un kishilar bilan ko'rashdim, ham suhbat bo'ldim, darslarga qatnashdim, har xil faoliyatlarga qatnashdim. Shu jarayonda mening eng bayqaгаnim nima bo'ldi deganda, men farqni bayqamadim. Men o'rtaqlikni bayqadim. Ya'ni mayli qaysi millat, qaysi irq, qaysi davlatdan bo'lsin, insonlarda, ya'ni yoshlarda bo'lsin, bir o'rtaqlik mavjud. O qanday o'rtaqlik? Kishilar xushallikqa, kishilar rohat farog'atlik turmushga, o'zining kunini texmi yaxshilashga hamma yerda intildikan. U o'rtaqlikka u. Endi men uni bizning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidami ko'rdim. Chet davlatlardagi boshqalardami o'xshash ko'rdim. Shunga men farq izlamasdan o'rtaqlik izladim. O'rtaqlik izlagan siri men o'rtaqlikni qanchalik darajada topdim deganda endi 90% desam ortiqlik ketmaydi. Birdan bir o'rtaqlik bo'lmagan joyi qanday ekan deganda, balkim chashni o'xshamaydigan yostishi mumkin-ka, kiyimni ozroq farqli kiyishi mumkin-ka. Endi yashashda ishlatayotgan har xil qurollardagi ishlab chiqarish zavodlarninki ishlab chiqarish o'rinlarining o'xshamasiga qarab ozroq o'xshamaydi-ka, odamlarning yoki yoshlarninki nurg'un ideyalari,
nurg'un orzulari, nishonlari, tirish nuqtalari o'xshashgan. Shunga men qanday xulosa keldim? Farq yo'qkan, balki o'rtaqlik mavjudkan degan xulosa keldim. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum Qasim Jamalim. Va alaykum assalom. Men hamda ayni vaqtida shu sizning darsingizni bir mavsum anglagan. Hamda shu vaqtda men faqat bildiğim sizning shu inglizchani bekpay so'zlaydigan talaffuz nim degan to'g'ri deb shundan biladim. Lekin qiyinchilik tatqanligingizni faqat bilmayotganman. Hamda bugun shu program orqali hamda sizning bugungi shunaq bir kunga ulashqicha hamda az bo'lmagan qiyinchilik, mag'lubiyatlarning tatqanligingizni bildim. Hamda siz o'zingizni shu hozirgi yoshlarga selishtirib baqsangiz, hamda shu qiyinchilik tutgan pozitsiya jihatdan bo'lsin va yoki hal qilish jihatda bo'lsin, hozirgi yoshlarda hamda qanday bir masalalar mavjud? O'zimni hozirgi yoshlar bilan selishtirsam, men albatta bir yosh, boshqa yoshlar bilan selishtirsam, mening yanada ko'pincha vaqtlarda birinchi topadigan nuqtam nurg'un o'rtaqliklarni topaman. Ya'ni nurg'un o'xshashliklar bor. Ba'zi saboqdoshlar keldi. Bu saboqdosh balkim to'liqsiz o'tirib maktabdan men o'xshash to'liq o'qimagan bir saboqdosh bo'ldi. O saboqdoshdan paranglashish yoki shu saboqdosh dars o'tish jarayonida nimani kuchli his qildim, nimani bayqadim deganda nurg'un qiyinchiliklarningki men shu chaqda yashab boqqan qiyinchilik ekanligini bayqadim. Birdan bir o saboqdoshga deydiganim qiyinchilik va sen chekayotgan japa seni tavlaydi. Endi yana boshqa cho'ngroq saboqdoshlarni ko'rdim. Va masalan oliy maktabda o'qiyotganda, oliy maktab hozir o'qiyotgan masalan saboqdoshlarga qarasam, bularning ichida ba'zi menga o'xshash bir tarafdan o'qib, bir tarafdan iyilik tiklaydigan saboqdoshlarni ko'rdim. Ularni nurg'un masalalarni bayqadim. U masalalar mendan bo'lib baqqan. Yana deydiganim nima? Terish kerak. Oldiga qarab menish kerak. Endi mening ko'nglim bo'lgan tarafi bormi? Mening ko'nglim bo'lgan tarafi yo'q. Chunki men hech qandaq bir shaxsning, hech qandaq bir yoshninki bishidan o'tkazganni men o'tkazib boqmadim. Gerçi his qila olasammi? Azroq o'rtaq nuqtalar bo'lsinmi? Shuning uchun men ma'lum bir odamdan u odamni mundaq o'ylamadi, mundaq qilmadi, nima uchun bundaq qilmaydi deb ma'lum bir tashtoqning ustiga chiqib olib, u yerdan pastga qarg'im yo'q. Chunki men 37 yillik hayotimni kechirib bo'ldim. Pastga qarg'a vaqtimni qaqshash nuqtasida yoki tanqidlash nuqtasida yoki yoshlardan ma'lum bir orzuni kutish nuqtasida emas, yoshlarga qanday yordam qila olayman? Qanday qilib o'rtaq nuqtamni ular bilan tang bahrilana olayman? Shu orqali ularning yuqori o'rlishiga qanday qilib ta'sir qila olayman degan nuqtalarga qarayman. Sizga rahmat. Assalomu alaykum Qasim Jamalim. Alaykum Sizni so'rab baqsam, o'sha sahnaning ekran ko'rinib turibdi, nurg'un kitob jasi bor. Savolim kitob to'g'riliq. Sizni cho'qim mayli o'qiyotgan chaqda yoki o'qib bitgandan keyin nurg'un kitoblarni o'qib baqqan, mayli inglizcha, uyg'urcha, xanzurcha degandek. Shularning ichida sizning turmush yoki xizmat jihatdan sizga eng ta'sir qilgan kitobdan birini tavsiya qilgan bo'lsangiz. Endi yaqinqi mezgilda, shu 2016-yili kirib, hozirga qadar xeyli ko'p kitoblarni o'qidim. Sapiens deb bir kitob bor. Shu kitobni tavsiya qilaman. Ya'ni bu A Brief History of Humankind deydi. İnsanlarning qisqacha tarixi deydigan bir kitob bor. Buningda odamningki kallasini xili boshqacha bir ichib qo'ydi ekan, o'sha insonlar to'g'risida, zodi insonlarning mohiyati to'g'risida tarixiy nuqtai nazardan chiqib turib, shunday yaxshi ichib kiribdi, menga alohida ta'sir qildi. Qasim Jamalim, kütüpxonangizning qanchalik cho'ngligini bilgim kelyapti. Hozirgi holatida uzunligi 9 metr atrofida, egizligi 2 metr atrofida keladigan, ya'ni 3 o'yini qaplagan kitob shkafim bor. Endi atlangan yana fransuz tili, rus tili, nemis, german tili degandek boshqa tillarning sinflar tig'im kengayib taraqqiy qilamdi yo tasdiqlanamdi yo faqat ingliz tili bilan cheklanib qolamdi. Endi atlanni taraqqiy qildirib, yana boshqa tillar qo'shilamdi, yana boshqa shaharlarga tarmoqlari ichilamdi degan savollar doim so'rilib turdi. Endi buningda bir egilikni biz qurib taraqqiy qildirayotgan ekanmiz, undaq o'y xiyollarimiz, undaq g'oyalarimiz, nishonlarimiz, planlarimiz bo'lamdi, albatta bo'ladi. Nima uchun qilmadik? Bu savol intayin yaxshi. Biz qilmaganligimizga qaraymiz. Biz mag'lub bo'lib ketamizmi deb ansirab qilmadikmi? U nuqtasi bormi? Albatta bor. Chunki reallik qanda ingliz tili o'qitish qo'shoni
Xanzu tili o'qitish qo'shoni, Uyg'ur tili o'qitish qo'shoni bizda kuchlik. Bizda ko'p. Son jihatdan son jihatdan ko'p bo'lg'achqa, sifat jihatdan kapolatli qilishga tamoman bo'ladi. Endi siz bayat degan fransuz tili, nemis tili, rus tili va hokazolar bizda qo'shin jihatdan son butkul Shinjong Uyg'ur avtonom rayonida shuni biladigan o'qituvchilar qo'shoni, shuni haqiqiy sistemalik bir qo'shin chiqarib, o'qitishni haqiqiy sistemalik taraqqiy qildirib, zodi yuqori pallik ko'taradigan bizda hozir reallik bormi? Biz buni tekshirdik. Yo'q. Unda bo'lgandan keyin biz ikkinchi bosqichga o'tamdik, shu kasblarni boshlamaymiz. Hamda alayda bir talablar bo'lsa, biz balkim yordam qilib berishimiz mumkin. Lekin unda ishlarni biz qilib, cho'ng nishondan chatnab ketishga yana bo'lmaydi. Hamda yana birisi, atlarni boshqa yerlarga, boshqa shaharlarga tarmoqini ochamdik. Albatta unda g'oyamiz bor, unda planimiz bor. Yana bu nimaga berib taqildi? Atlan, hozirgi atlan biz da'vatgan mamlakatlik va xalqaroliq o'lchamdagi boshqarilish o'qitishati eng yuqori saviyadagi tarmoqlarni shunday ochqilib bo'lgan bir maktabga aylandimi? Undaq emas. Bu reallik. Undaq bo'lsa biz amaliyat tarmoq maktab ocha olamdik hozirgi holatimizda ocha olamiz, tamoman bo'ldi. Pul topqili bo'ladi. To'g'ri. Lekin pul bilan nima ish qilib bo'ladi? Pul bilan haqiqiy g'alaba qozongan bir haqiqiy tarix yaratqidak bir maktabni qurg'ili olamdi, bo'lmaydi. Uni kim bilan qurg'ildi? Haqiqiy kuchli qo'shin bilan qurg'ildi. U qo'shinni hozirgi atlarning qo'shinini har bir shaharga birdan ko'paytirib bo'lamdi, unda qilib bo'lmaydi. U reallik hozir yo'q. Ma'lum kelgisi bo'ladi. Shuning uchun biz yanala sukutda. Rahmat. Menimcha nihoyat yaxshi paranglashdilar. Bizniki maqsadimiz nima degan chog'da biz yoshlarga shunday bir sahna hozirlash, fikrlashadigan sahna hozirlash. Bayaq savollarning ichida Qosimjonninki bir gapi nihoyat muhim. Qosimjon ingliz tili o'rgandi. Ingliz tili orqali maktab boshida egilik tishladi. Oxiri nurg'un davlatlarga berib, ya'ni men butkul dunyodagi o'rtoqlikni bayqadim va o'rtoqlikni izlayapman degan gapni qildi. Meningcha bu intayin muhim ahamiyati bor gap. Bugungi dunyoning taraqqiyoti faqat o'rtoqlikni izlash, o'rtoqlikni izlashdan maqsad nima desa, butkul insoniyatniki boy aytgandek bir o'rtoq nishonga, ya'ni insoniyatning o'rtoq baxtiga bo'lgan intilishni iborat. Shunga biz bu baxtni tepish uchun cho'qim tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Bu tirishchiliklarning ichida biz ko'rsatadigan ayrim bir tirishchilik bor. Qaysi tirishchilik deganda biz cho'qim bizning yoshlarimiz o'zining qallasidagi o'zining bu insoniyatning bir tarkibiy qismi bo'lganligini, nurg'un masalalarga o'zini ayrim nuqtadan yoki ayrim madaniyat nuqtasidan qaramaslik zarurligini his qilishni umid qilaman. Shunga bizning tirishchilik ko'rsatgan nuqtamiz til o'rganish, bu nishon emas. Nishon til o'rganish orqali butkul insoniyatdagi o'rtoqlikni, o'rtoq baxtni tepish. Ko'pchilik rahmat, kelar soni ko'rishaylik.